Yangi 17 Pro Max yutib olishlaringiz mumkin, meniki ochilmagan. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bir voqeani aytib beraman avval. Bundan 4 yil oldin Yandex qilib yurgan vaqtim, 4 yilmi, 5 yilmi oldin. Yo'lda ketyapman, zakaz tushdi. Bir ko'chaga burildim. Mashinani yo'lida bir kelin bilan qaynona ketyapti. Lekin piyodalar yo'l ichasidan yurmayapti-da, mashina yo'lda yuryapti. Men sekin izidan bordim da oxir signal chaldim. O'tishga majbur bo'ldim. Ular cho'chib ketdi, menga baqir-chaqir, shang'illab ketdi. Yana yo'lim davom etdim. Chunki men ayol kishi bilan iloji boricha talashmayman. Sizlar haqsizlar deyman, asta yo'lim davom etaman har doim. Lekin zakaz kutib o'tirgan vaqtim klin chiqishini izimdan bir jentra to'xtadi. Bir yigit kelyapti, mendan 4-5 yosh katta. Taqillatyapti, tushganimga shapaloq berib yuboryapti. Shunday bet bo'lyapman-da, o'sha lahzada mashinasiga qarashga ulgurdim. Xotini bilan onasi turgandi. Men o'sha vaqtda fizkulturni